Barlıq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Shaksizki, ba'zi vaqtlarning boshqa vaqtlardan, ba'zi joylarning boshqa joylardan, shundaqla ba'zi shaxslarning boshqa shaxslardan afzal bo'lishi Alloh taolaning ne'mati va rahmatining jumlasidandir. Chunki biz ba'zi oy kunlarning fazilati sababidan yil bo'yi tirishib ibodat qilibmi erisholmaydigan katta savoblarga erishimiz. Masalan, Ramazon oyi, Qadr kechasi, Juma kuni, Ramazonning oxirgi 10 kuni, tashriq kunlari, Zulhajjaning oldingi 10 kuni va sahar vaqti degandek. Zulhajja oyining dastlabki 10 kunining fazilati Qur'on Karim va hadislarda isbotlangan bo'lib, Janobi Alloh mundaq degan: Subhi bilan 10 kechi bilan qasamki. Hazrat Ibn Abbas, Ibn Zubayr, Mujohid va ilgari keyin bo'lib ko'plagan mufassirlar bu kechalarni Zulhajjaning oldingi 10 kechasi deb tafsir qilgan. Imom Ibn Kasir mushundaq tafsir qilish to'g'ridir degan. Alloh taolaning bu 10 kunning kechasi bilan qasam qilishi bu kunlarning ahamiyati va fazilatining kattaligini bildirdi. Said ibn Jubayr ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam boshqa kunlarda qilingan har qanday ibodat mushu Zulhajja oyining avvalgi 10ida qilingan ibodatdan afzal emasdir deganda sahobalar: "Jihadmi buningga yetmamdi?" dedi Rasululloh. "Jihadmi buningga yetmaydi. Faqat xavf-xatarga qaramay, jini va meli bilan jihadga otlanib chiqib, hech nimasi saq qaytib kelmagan odamning amalilar buningdan afzal bo'ladi" dedi. Bu kunlarda qilingan amallar orqali mujohidlarning savobiga erishgili bo'ladigan bo'lsa, undaqda mujohidlarga beriladigan savob qanchalikdir? Buni bilsak, bu kunlarda qilingan amallarning savobini bilgili bo'ladi. Zakvan rivoyat qiladi-ki, Abu Hurayra radhiyallohu anhu uningga mundaq so'zlab bergan: Bir odam Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzuriga kelib, "Menga jihadga barobar bir amalni ko'rsatib qo'ysizlar" dedi. Rasululloh undaq amalni topolmayman deb, ondan yana Mujohid jihadga atlansa, qaytib kelganga qadar sen masjidingga kirib, bo'shashmay namozda turib, o'zildirmay ro'za tuta olamsan, dedi. Haliqi odam, buni kimmi qila olasin, dedi. Demak, bu kunlarda qilingan ibodatlarning savobining naqadar kattaligini mo'ljallash qiyin. Yana bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Qilingan amallarni Alloh yaxshi ko'radiganligi va uningga katta savob beradiganligi jihatdan aytganda, Zulhajjaning 10 kunida kun yo'q. Shunga u kunlarda tasbih, hamd sana, tahlil, la ilaha illalloh va takbirni ko'p aytinglar. Yana bu 10 kun ichida muborak Arafat kuni bo'lib, bu ulug' kunda Alloh taolo o'z dinini tamomlab mukammallashtirgan. Bu kunda tutgan ro'za 2 yilning gunohlarini yuvib o'tadi. Bir hadisda payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: Allohdan Arafat kunida tutgan ro'za o'tgan bir yil bilan kelar bir yilning gunohlarini yuvib o'tar deb umid qilaman. Yana bu 10 kun ichida qurbonlik qilish kuni Zulhajjaning 10-kuni bo'lib, bu kunda musulmonlar Alloh taolo uchun atagan qurbonliqlarni taqdim qilishadi, takbir aytishadi. Demak, bu kunda yil bo'yi hech bir kunda qilinib boqmagan taat ibodatlar qilinadi. Yana bu 10 kun ichida hojilar tavob, sa'i, talbiya aytish, ihrom bog'lash, Minada turish, Minadan Arafatga, Arafatdan Muzdalifaga va Muzdalifadan Minaga yurish qilish qatorliq haj faoliyatlarini ado qilishadi. Bu ulug' kunlar hasilab savob va ajrga erishish fursatidir. Chunki bu kunlardagi bir rakatga nurg'un rakat savobi, bir sadiqaga nurg'un sadiq savobi, bir tasbihga nurg'un tasbih savobi, bir yaxshilikqa nurg'un yaxshilik savobi beriladi. Bu kunlarning yuksak fazilatini obdan bilgan salaflarimiz bu fursatni g'animat bilib qo'ldan bermaydi. Kattalarimizdan Hazrat Said ibn Jubayr Zulhajjaning dastlabki 10 kuni haqidagi Buxoriy rivoyat qilgan hadisini Hazrat Ibn Abbas radhiyallohu anhumadan rivoyat qilgan bo'lib, u bu hadisni anglagandan tartib Zulhajjaning oldingi 10 kuni kirsa, hatto o'zi chidayolmag'udek darajada qattiq ibodat qiladi. U bu kunlarda ibodat qilishning ahamiyatini ta'kidlab, bu 10 kunning kechalarida chirg'inglarni o'chirmanglar deydi. Bugungi kunlarda bizlar ibodat qilishda g'ururlik qilamiz. Ba'zida arzu qilamiz-yu, lekin irodamiz ojizlik qiladi. Shunga bu kunlarda bizdek g'aflat qilganlar uchun oltindan qimmat fursat hisoblanadi. Bu kunlarda qattiq tirishsaq erishadigan savobni sifatlab bo'lg'ili bo'lmaydi.
Shundaqla bu kunlarda qilgan tirishchanlik yil bo'yi taat ibodatlarini davomlashtirishga foydasi bo'ladi. Yuqorqilarga asosan shundaq deyishga bo'ladiki, Zulhajjaning oldingi 10 kuni boshqa butun yil ichidagi barliq kunlardan umuman qilib aytganda afzal hisoblanadi. Lekin 1000 oydan afzal bo'lgan Qadr kechasi orasida bo'lganlik sababidan Ramazonning oxirgi 10 kuni Zulhajjaning oldingi 10 kunidan afzal bo'ladi. Bu 10 kunda qilingan amal ibodatlarning fazilati intayin yuqori bo'lg'achqa, musulmon kishi bu kunlarda boshqa kunlardagidan bakroq himmat qilib, nafl namoz, roza, Qur'on o'qish va o'rganish, hamdu sana, zikr istig'for, nafl namoz, muhtojlarga yordam berish, tamoq yegizish, sil rahim qilish, ota-onaga yaxshilik qilish va barliq yaxshi ishlarni ko'plab qilishga tirishish kerak. Bu kunlarda qilinadigan amallar. 1. Roza tutish. Hadisda kelishicha, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Zulhajjaning oldingi 9 kunida, Ashura Muharram oyining 10-kunida va har oyning 3 kunida roza tutadi. Roza oldingi 9 kunida tutiladi. 10-kuni Qurbon hayit bo'lg'achqa, Qurbon hayit kunida roza tutilmaydi. 2. Takbir, Allohu akbar, tahlil, la ilaha illalloh, hamdu sana, alhamdulillah va tasbih, subhanallohni aytish. Bular 10 kunning hammasida uylarda, ko'chalarda va barliq zikr qilish joiz bo'lgan joylarda o'nlik holda aytiladi. Bu vaqtda biz yuqorida hadis bayon qildik. O'nlik aytishdan maqsad islom faoliyatlarini e'lon qilish va Allohni ulug'lashni izhor qilish, shundaqla g'ofillarni uyg'otishdir. Bularni erlar o'nlik aytadi, ayollar ichida aytadi. İbn Ömer raziyallohu anhuma bilan Abu Hurayra raziyallohu anhu Zulhajjaning avvalidagi 10 kunda bozorga chiqib takbir aytadi. Kishilarmi ular bilan qadilib takbir aytadi. Ali raziyallohu anhuning o'g'li Muhammad nafl namozlarining keynidanmi takbir aytgan. Bu faoliyat hozirgi jamiyatimizda tashlanib qolgan sunnatlarning biri bo'lib, buni imkon qadar yashartishga tirishish kerak. Janobi Alloh Qur'on Karimda mundoq degan: "Ma'lum kunlarda Allohning ismini aytsin." Oyatdagi ma'lum kunlar ko'pchilik olimlarning kuchli qarashida Hazrat Ibn Abbas radhiyallohu anhu degandek Zulhajjaning dastlabki 10 kunidir. 3. Haj va umr qilish. Shaksizki, bu kunlarda ado qilinadigan eng yaxshi amallarning biri haj qilishdir. Alloh taolo haj qilishga nasib qilgan kishi hamma shartlari bilan haj ado qilsa, hadisda ko'rsatilganidek gunoh aralashmagan hajga jannatdan boshqa mukofot yo'qdir. 4. Barliq yaxshi amallarni qilish. Hajga muyassar bo'lolmaganlarmi namoz o'qish, roza tutish, ota-ona, urug' tuqqanlarga sil rahim qilish, yaxshilikqa buyurib yomonlikdan to'sish, sadiq ihson qilish, Qur'on o'qish, duo qilish, zikr qilish va barliq taat ibodatlar bilan bu 10 kunni yaxshi o'tkazish kerak. 5. Qurbonlik qilish. Bu kunlarda qurbonlikni bo'dab samiritib yoki pul xajlab qurbonlik olib, Alloh taolo uchun qurbonlik qilish yaxshi amallardandir. 6. Qurbonlik qilmoqchi bo'lgan kishi haj faoliyatida bo'lib, ihrom bog'laganlarga o'xshab olish jihatdan bu 10 kun ichida charch soqol va tirnoqlarni elishni ko'pchilik olimlar olsa bo'ladi, gunoh bo'lmaydi deb qaragan bo'lsa, ba'zi olimlar elish harom, olsa gunohkor bo'ladi deb qaragan. 7. Rostchilik bilan tavba qilish. Bu kunlarda tavba qilish intayin muhim bo'lib, rostchil tavba deganimiz gunoh ishlarni darhol tashlab, uni qalbidan yomon ko'rib, ikkinchi qilmaslikqa bel bog'lash. Boshqalarning haqqi bo'lsa, egasiga qaytarish. Alloh taolo yaxshi ko'radigan rus yo'lda mengishdir. Tavba qilish boshqa kunlarda zarur bo'lganidek, bu kunlarda texmi zarur va unumli. Chunki bu kunlar boshqa chaqlar qilinmaydigan nurg'un yaxshi amallar qilinadigan chaq bo'lg'achqa, tavba, yaxshi amallar va fazilatli kunlar birlashsa, bu najotlikning alomati bo'ladi. Tavba qilgan, iymon aytgan va yaxshi amal qilgan odamga kelsak, uning maqsadga erishuvchilardan bo'lishi umidlikdir. Shunga har bir aqil musulmon bu fazilatli kunlarda ko'plab savob qozonishga hevasmand bo'lishi kerak. Vallohu a'lam. Doktor Abdul Aziz rahmatulloh.